Shum bolalar nemis tilidagi kinolar festivali. Bu muzey. O'zbekiston kinematografiya muzeyi Yo'laychada. Farida qizim o'rtoqlari bilan kelishdi mana. Нам тоже покупаете, Биби? Да? Ты спонсор нашего попкорна сегодня? O'rtoqlari. Bu joylarni shoshilmasdan ko'rish kerak. Ko'rgazmalar. Biror kun Xudo xolasa ertaroq kelamizda. Hammasini ko'rib, ta'riflarini o'qib, tanishib chiqamiz bemalol bo'lganda. Mana o'qituvchimiz, она такая добрая, молодец, быстро организовала и Tashab ketmaylar, yer. ana eshitilarmi, tashab ketmaylar. Да, любое место VIP. Tematikasini eshitgan bo'lsangiz kerak, uni oldingilar keldi. Og'ir kino. Damashinasi. Lekin mazmunli. Bibi, hello. Kino boshlanish arafasida. Ну, не совсем. Если... Habt ihr Lust auf Kino? Kino ko'rgili kelyaptimi? Ey! Wunderbar. Yay. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Men uchun bugun katta baxt sizlar bilan birgalashib shu kinolarni tomosha qilganmiz. Leider spreche ich kein Usbekisch oder Russisch. Afsuski, men rus tilida ham, nemis tilida, rus tilida ham, o'zbek tilida ham gaplasha olmayman. Aber vielleicht versteht jemand Deutsch. Balki oranglarda nemis tilini tushunadigan insonlar bordir. Nein. Da. Da oben. Hallo. Hallo. Wie geht es euch? Ishlaringiz yaxshimi? Ah, nice. Von welcher Schule kommt ihr? 60, oder? 60 maktabmi? Ah. Да, 60 школа. Ja, Schule Nummer 60 ist diese deutschsprachige Schule. Schön, dass ihr... Necha kilometrdan iborat. Расстояние между Германией и Узбекистаном в километрах. Германия и Швейцария. Aber hauptsächlich spielt der Film in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland. Прежде всего, Goethe-Институт. Die haben uns auch geholfen, den